Yozdimi, siz topshirdingizmi DTRga avvalroq? Topshirtirmasdan qanday qilasiz ichirib yuborasiz? Qog'ozingizni menga umuman qizig'i yo'q, chunki bolangiz bilan nima oddiy qog'oz umuman savqodat qilmayapti. Chunki aytyapsiz hozir nevropatolog nima dedi? Ustalar o'chirchi Barfatqullik chiqqan ortopedga yaxshidir deb Instagramda ko'rib olib bordim. Ularga kirib olish o'zi bir azob. Yo'q, qarang, ortopedga хорошо kirdingiz, nima dedi? Suyagida nima tonusi bor biroz. Bo'sh bor. O'shalar bo'sh. A nevropatolog esa tonusi bor. Tonusi yo'q deyapti. Ikkita vrach ikki xil gapiryapti. Ужас. Сразу, yo'q, men-ku mayli reabilitologman, men bolani ko'raman, mana qog'ozdan savqodat qilaman, programma asosiysi programma bilan ishlayman-da. Har bitta bolaga individual programma tuzib qizlarga aytaman, mana degan bunaqa ishlaysan, bunga bunaqa. Masalan, bolangiz hozir ikkita bola xuddi shu deformatsiya bilan bir xil bola kirib kelsa, ikkalasiga ikki xil programma tuzaman. Nimaga